Hozir hammani puli bor. Masalan, smes beraman desangiz, smeslar ham unaqa katta pul emas. 60 ming, 70 mingdan boshlanadi, lekin baribir ona sutiga yetmaydi. Shu davrgacha ham shu ota-bobolarimiz, eski onalarimiz smessiz ham katta qilgan, suti yetarli bo'lgan. Kerak bo'lsa egizakni ham sut bilan yetkazishgan, to'g'risi. Hozir internetga kirsangiz shunaqa smesni zo'r reklama qiladi, ona sutidan zo'r, immunitetni oshiradi, semirtiradi deb asli ona sutiga to'g'ri kelmaydi. Keyin men aptekachilardan ko'p xafa bo'laman. O'zlaricha tavsiya berishadi, lekin biz qilgan ishimizga har doim javob beramiz. U dunyoda ham, bu dunyoda ham javob beramiz. Noto'g'ri qilsak, kasal bizga pretenziya bildiradi, qaytib keladi. Siz dori yozib berdingiz, masalan, allergiya berib toshma toshdi, tomog'ini olib qoldi, yaxshi tomonga o'zgarmadi deb bizga pretenziya qiladi. Lekin aptekaga hech qaysi pretenziya qilmaydi. Shu aptekaga maslahat olib ketgan ota-onalar asli to'g'ri ish qilmaydi. Xo'p, o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz, tajribangiz? Asli jamashulikman, shu yerda o'sib katta bo'lganman. Meni onam ham pediatr bo'lganlar, lekin asli o'zim qiziqqanman. Ichim onam, dadam meni hech ham onamlar pediatr bo'lasan, yo doktor bo'lasan deyishmagan. O'zim xohishim bilan bo'lganman. Chunki onamlar har doim birga yurardim. Doim birga yurardim. O'sha ish jarayoni hammasi pashta doim birga bo'lganmiz. Keyin institut bitirgandan keyin 2013-yil bitirganman institutni. 2013-yildan beri shu tuman tibbiyot birlashmasida pediatr, neonatolog bo'lib ishlayman. Ishga kirganimga o'sha 13 yil to'ldi. 13 yildan beri shu yerda ishlayman. 13 yil tajriba. Birinchi savolim, nimaga bolalar hozir dorisiz tuzuk bo'lmayapti? Ya'ni dorisiz, tabletkalarsiz yashashning imkoni yo'qmi? Endi asli kichkina bolalarni kattalarga tenglashtirish kerak emas. Ularni baribir immuniteti bizga nisbatan ancha kam. Biz yil davomida tabiiy immunitetni oshiramiz. Siz masalan gripp bo'lsangiz, burningiz oqadi, ozgina isitma chiqadi, lekin dori ichmaysiz. To'g'risi, biz ham ichmaymiz. O'sha 4 kunmi, 5 kunmi yengib o'tkazamiz. Lekin bolalarda haqiqatdan immuniteti past bo'ladi. Ular bizda emas. Keyin hamma bola bir xil emas. Masalan, allergiyaga moyillari bor, ich-o'chga moyillari bor. Iloji ularni dorisi davolashning iloji yo'q. Keyin iqlimimiz ham yaxshi emas. Changimiz ko'p. Mana zo'r qor yoqqani yo'q. Asli qishda ham pashti mana 3-4 yildan beri quruq yog'ib o'tadi, yerda turmaydi, minusga kirmaydi. Biz yoshligimizda chana o'char edik, muzlar bo'lardi, o'shalarda yer edik, unaqa havo bo'lgani yo'q hozir. Iqlim borgan sari o'sha changga qarab ketyapti-da, quruqlik. U ham allergiya chaqiradi. Keyin onalarni qarab ham yaxshi emas mening fikrimcha. Demak, muammo bundan bola tug'ilishidan oldinroq bo'lyapti. Endi ildizga qaytadigan bo'lsak, homiladorlik paytida o'zi aytaylik, nima xatolar bo'lyapti shu bolalarda? Masalan, immuniteti past deyapsiz. Shu immunitet pastligiga oldingi bolalar bunaqa bo'lmagani, to'g'rimi? Hozirgi ota-onalar ham bunday qarasangiz ko'proq ko'cha ovqatga, fast foodlarga qiziqadi. Chupa-chup solib berishadi, ovqat qilgani erinib, tuxum qovurib bitta kolbasa qilib berishadi, rolni ko'proq yeyishadi, baribir ishdagi odamlar yo hammasi pripravasi bor, bari ximikat. Oddiy, masalan, magazinga kirsangiz ham eshik tagida rang-barang, masalan, shirinliklar bor, u har xil rangdagilar. Hammasi ximikat, rangi ko'p, shirin, tinmay zizi olib berishadi, kanga olib berishadi, hammasi ximikat. Ki onalar o'zi ham yaxshi ovqatlanmaydi, ko'proq fast food yeyishadi. Haligi kamroq harakat bo'lsa kerak. Pashti bir 2-3 martadan homiladorlik davomida yotib ketishadi, lecheniya olishadi, salali taksoz bo'lsa ham yotishadi, gripp bo'lsa ham yotishadi. Shundan ham bo'lsa kerak, yeyishlari yaxshi emas. Hozir hamma fast foodga ko'proq qiziqadi. Uyda ovqat pishirib yemaydi-da, pizzalar olib kirib yeyishadi-ku, o'shalarda ham ta'siri bo'ladi homiladorlikka baribir. Homiladorlikda nima xatolarni qilishmasdan, eng katta 5 ta xatoni ayting, deymiz. Onalar immuniteti yaxshi bo'lish uchun, farzand tug'ilgandan keyin immuniteti yaxshi bo'lsin, nima mahsulotlar iste'mol qilish mumkin yoki nimalarga e'tibor berish kerak deb balki. Homiladorlik davomida o'zi onalarning immuniteti shundoq ham pastlaydi. Chunki bola qorinda rivojlanyapti, o'zimizdan bolalarga yetkazishimiz kerak, yaxshi dam olish kerak birinchi o'rinda. Masalan, kunduz ish bo'ladi, charchaydi, hammani sharoiti har xil. Qishloq sharoitida agaroti bor, moli bor, sigiri bor. Yaxshi dam olish kerak. Vaqtida to'yimli ovqatlanish kerak. Shu go'shtli mahsulotlar ko'proq, kalsiy
ko'p bo'lgan mahsulotlar, o'sha ko'proq sutli mahsulotlar hammasi yaxshi. Tvorog, suzma, qatiq, tuxum, imkoni boricha mevalar, tabiiy. Uyda masalan hamma mevalar bor qishloq sharoitida. Ularni yeyish kerak. Keyin iloji boricha doridan cheklanish kerak. O'ziga kamroq tushish kerak, kerak, nokerak. Hali sal Avazoxon aytgandek, shamol o'tib qolsa ham hech narsa bo'lmadimikin deb tinmay o'ziga tushadi-yu. O'shaning uchun ginekologlarda menimcha o'sha protokoli bo'yicha o'zini davrlari bor. Asosiy qaltis davrlari bor. Masalan, o'zida 16 haftada, 32 haftada bor, 36 haftada tush kerak bo'lgan paytlarda tush kerak ko'proq. Biziklar sal gripp bo'lsa ham yoki o'sha qanaqadir o'zida ko'ngilda nito his qilsa ham yugurib kelib o'ziga tushib ketishadi. Nima bo'ldi ekan, turibdimikan deb tushishadi. Endi hozirgi yoshlar ko'proq internetga kirishadi, zamon hozir seriallar ko'rishadi. Tarbiyani menimcha shu internet bilan seriallar buzadi menimcha. Ko'chadan olib keltirishga harakat qilishadi. Taksi ko'zman deydi, ishdan keldim, charchadim deydi. Ko'proq ko'cha ovqat yeyishadi baribir. Bizda endi biz ham endi yoshimiz katta men ham. Bizni paytimizda unchalik bo'lmagan. Hozir ko'proq ko'chaga chiqsangiz ham fast food naval. Har ikkita qadamda birida fast food. Oshxonalar. Endi uydan yesa menimcha barakaliroq ham bo'ladi, tabiiyroq ham bo'ladi. Taksikoz paytida hozir internet sabab bo'lyapti deyapsiz-ku. Shu taksikoz paytida internet sabab bo'lib, bu narsani ko'rganda organizmda shu narsa shakllanadimi? Shu narsani yeyishga moyillik yoki shunchaki injiqlik bo'ladi. Yo'q, taksikoz haqiqatan taksikoz. Endi meni bilishimcha, endi mana tajriba bo'yicha organizmda nima yetishmasa, o'shanga talab ko'proq bo'ladi, taksikoz yegiz keladi. Organizmda qanaqa vitamin kam bo'lsa, o'shanga talab ko'proq bo'ladi. Haqiqatan yegiz keladiganlar bor endi. Masalan, og'iz so'lagiga keladi, o'shan yegiz keladi, xayolda o'sha bo'ladi, uni yeyish kerak. Chunki organizm talab qiladi. Endi siz nima qilganda erda qabaqa yugurtirib, o'zini aytgani qildirib kelganlar ham bor haqiqatan. Uni inkor qilib bo'lmaydi. Lekin taksikoz ham bir anaqa bir kasallikka o'xshaydi, yeyish kerak. Chunki yetishmayaptimi, o'shani yetkazib berish kerak. Endi hamma bir xil emas-u. Keyingi savolim, endi mana bosqichma-bosqich ketyapmiz. Xo'p, bola tug'ildi deylik. Bola tug'ilishi bilan qo'shimcha ovqat berilish xohlaydi. Bu narsa to'g'rimi? Masalan, bu roddomdagilar sms beradi deydi. Xalq tilida aytganda, bu narsa qanchalik to'g'ri? Sms berish. Endi hozir hammani puli bor. Masalan, sms beraman desangiz, smslar ham unaqa katta pul emas. 60 ming, 70 mingdan boshlanadi, lekin baribir ona sutiga yetmaydi. Chunki Xudoyim shunaqa yaratganki ona sutini, o'sha ichida suv, yog', oqsil, temir, hammasi hisob-kitobli. Shu davrgacha ham shu ota-bobolarimiz, eski onalarimiz smessiz ham katta qilgan, suti yetarli bo'lgan. Kerak bo'lsa egizakni ham sut bilan yetkazishgan, to'g'risi. Endi hozir mana zamon o'zgarib, o'sha internetlar har xil nima deydi, kiradida hozir internet kirsangiz shunaqa smesda zo'r reklama qiladi, ona sutidan da zo'r, immunitetni oshiradi, semirtiradi deb asli ona sutiga to'g'ri kelmaydi. Masalan, siz oshxonaga kirsangiz hozir bir kosa osh yeysizmi, bir kosa rolton yeysizmi? Osh yeysiz, u tabiiy baribir. Rolton endi ximikat. Maksimal onaga tushuntirishga harakat qilamiz. Endi to'g'ri smesga ham smes berishga ham ko'rsatmalar bor. Masalan, onasi ahvol og'ir bo'lishi mumkin, iloji yo'q. Qanaqadir shunaqa bizning kasalliklarimiz bor. Haqiqatan polni onadan bolaga o'sha kasal yuqib qolmasligi uchun smes beradigan kasalliklarimiz bor. U ham ko'p emas. Juda kam chiqadi, kamdan kam hollarda. Chunki roddomda mana men ham 13 yil, 14 yildan beri ishlayman. Imенно siz aytgandek, keyin ko'p yig'layapti masalan, bola qonni og'ritgandir, bir joyda bezovta bo'layotgandir, uni bartaraf qilishga urinmaydi-da, yugurib kelib, bolam to'ymayapti deydi. Qo'shimcha ovqat yozib bering, bolam ko'p yig'layapti deydi. Uni sababi ko'p. O'sha haqiqatan sabablarni, lekin hamma narsani tarozi gapiradi. Hamma narsani bola to'yayotganligi haqida, ona sutini yetarli miqdordaligini biz o'sha grammlab tarozida o'lchab beramiz. Suti har oyga masalan o'rtacha biz ham o'sha hisoblarimiz bor. Har oyda masalan 700 gram, 800 gram, 700 uzoq 1 kilogacha qo'shiladi mana. Haqiqatan o'sha vesi normalniy bo'lsa, bola to'yayotganini bildiradi. Ya'ni bola tana vaznini o'lchab, demak qanchalik o'sayotganligini, suti yetmaganligini mana masalan ko'pchilik bilmaydi, lekin vazn gapiradi, tarozi gapiradi. O'shanda ham haqiqatan bola yig'layotgan bo'lsa, u ochlik emas.
nevrologiyasi bordir, boshqa kasallik hisobigadir, uni keyin aniqlashtirish kerak. Lekin bari ona suti, masalan biz masalan tug'ilganda onalar injiqligi bo'lsa ham maksimal tushuntirish harakat qilamiz, baribir tabiiy. Hammasi ichida smes oladi, noto'g'ri tayyorlaydi, ko'p qiladi, kam qiladi, issiq qiladi, sovuq qiladi, butilkani yaxshi yuvishmaydi-da, gigiyenaga rioya qilmaydi. O'shaning uchun ham haligi o'sha smeschi kasallar, bolalar ko'proq kasal bo'ladi, ko'proq. Keyin o'zim o'ylayman, men Rossiyaga o'qishga borganman-da, o'shanda ko'rdim. Rossiyada bizga o'xshab ona sut haqida ma'ruza qilmas ekan. Xohlasa emizdiradi, xohlasa emizmaydi. Smesni ham masalan xohlasangiz davlat berar ekan. Lekin bunday qarasangiz, hamma ruslar qandaydir ota-onasiga mehri bizda emas-da. Shu emizmaganlik hisobigami deyman. Chunki bola tunu kun biz bilan bo'ladi, emizamiz, ko'proq muloqot qilamiz. Masalan, kechqurun emizib, quchoqlab yotamiz-ku, bolalar hidimizni ko'proq oladi, mehrimizni qandaydir ko'proq bilsa kerak. Qo'shimcha bersangiz yotadi, quchoqlash shart emas. Yotgan o'rinda ham chiqizib qo'yamiz, to'g'rimi, butilka. Muloqot kam bo'lar ekan. Emizsak ko'proq quchoqlaymiz, ko'proq bizni ko'radi. Bari mehri menimcha bolani ko'proq bo'ladi. O'zimcha borib Rossiyaga borganda, lekin zo'r qaraydi. Bolaga parvarish zo'r. Har tomonlama. Lekin masalan ko'p qarovsiz uylanadi, ota-onani tashlab chiqib ketadi. Magazinga borsangiz ham, aptekaga borsangiz ham qarilar o'zi o'sha nimasini sudrab, kalaskasi oziq-ovqat qilib ketayotgan bo'ladi. Biz o'zbeklar unaqaga yo'l bermaydi. To'g'risi. Ota-ona birinchi o'rinda. Har qanday vaziyatda ham otam, onam nima bo'lsa ham, kasal bo'lsa ham har qanaqasiga pulini topib, yo'lini qilib davolatadi, yeb ichishni joyiga qo'yadi. Bari mehribonroq bo'lsa kerak boshqalarga nisbatan, o'zbeklar. Shu oziq-ovqat qo'shimchasi deganda yana bitta qo'shimcha solmoqda. Xo'p, kashalar beriladi, masalan, bolalar qaysidir yoshigacha beriladi. Shu kashalar bersa yaxshiroq semirish kuzatiladi bolada. Bu bolani do'mboqligi, ochiqdan aytganda, sog'lomligidan darak beradi, nima hisobi? Bolam do'mboq degani zo'r degani emas. To'g'ri. Endi shunday anaqalar bo'ladi. Endi masalan 10 ta sigiram bir xil sut bermaydi, to'g'rimi? Masalan, bir xil miqdorda o'sha bir paqirmi, bir tog'orami ovqat berdik 10 ta sigirga. U 10 ta sigir bir xil sut bermaydi. Bittasi yog'li beradi, bittasi yog'siz bo'ladi, bittasi ko'p beradi, bittasi kam bo'ladi. Onalar ham xuddi shunaqa. Masalan, sut miqdori yaxshi, haqiqatan ko'p, lekin to'yimsiz bo'lsa, yaxshi semirmasa, qo'shimcha smes iloji yo'q tavsiya qilinadi. Smes bizni sutimizga nisbatan shirinroq, anchagina. Shirin ichgan bola baribir semiradi. Shirinlik yesak semiramiz biz ham. To'yimliroq, quyuqroq va shirinroq, o'shaning uchun semiradi. Lekin hamma bolalar bir xil katta bo'lmaydi. Endi men o'ylayman, mana necha yillik tajribamda, masalan, 1 yosh bola, ba'zi bolalar 8 kilo bo'ladi, ba'zi bolalar 15 kilo bo'ladi. Lekin o'sha 1 yosh bolani aqliy rivojlanish yoshiga mos bo'lsa bo'ldi. Masalan, ba'zi bolalarda endi ota-onasi ozg'in kichkina bo'ladi, naslida baribir. Ixcham kichkina bo'ladi, ming ko'p yesa ham semirmaydi. Bari genetika ham bor. Masalan, ba'zi bolalar odamlar yeydi, semirmaydi-yu, ba'zi bolalar ming parhez qilsa ham odamlar ozmaydi-yu, semirib ketaveradi. Naslga ham bog'liq baribir. Ota-onasi yoshlikda semiz bo'lib katta bo'lganlar do'mboqlar, bolalari ham shunaqa bo'ladi. O'zi kichkina bo'lib, yoshligida ham o'sha ozg'in bo'lganlar o'sha bolalari ham shunaqa kichkinaroq, ozg'inroq katta bo'ladi. Lekin aqliy jihatdan o'sha yoshiga mos bo'lsa bo'ldi. Hamma biz o'zbeklar qo'shnimnikini tish chiqdi, yurib ketdi, uni semiz, meniki ozg'in deydi. Naslga ham ko'proq bog'liq, genetika baribir. Ozg'in bo'lganlar yoshligida bolalari ham ozg'in bo'ladi. Unaqa semirib ketmaydi, ming yaxshi yedirsa ham. U tomonlari ham bor. Mahsulotlarda aytib o'tdingiz, endi sekin bosqichma-bosqich ketyapmiz. Bola katta bo'ldi deylik, 2 yoshar bo'ldimi, 3 yoshar bo'ldimi, misol taxminan deylik. Bolalarga zarar berayotgan katta mahsulotlarni aytib o'tdingiz, fast food deb o'tdingiz. Shulardan yana nimalarga e'tibor bersa, onalar bolalarning eng katta dushmanini ayting, shularni sanab bering. Shularda fast fooddan tashqari ham bor-da bu narsalar, to'g'rimi? Juda ko'p. Masalan, men ham 40 dan o'tdim, to'g'risi. O'zimda 4 ta farzandim bor. Bolalarda psixologiyasi bor-da. Siz hozir ko'chaga chiqdingiz, bolangiz pulingiz bor cho'ntagingizda, bitta chips olib berdingiz masalan, sok olib berdingiz, xohlaganini olib berdingizmi, bola o'zi bilib qoladi ta'mini. Ertaga siz shuni olib ber deb xarxasha qiladi.
O'shaning uchun aytaman, magazinga bolalarni olib kirish kerak emas. Chunki har xil rangli fast foodlar, o'sha soklar, chupa-chupslar kirishkilar jalb qiladi. Bari bolalar rangli yegisi keladi. Eng yomoni o'sha fast foodlardan hozir chipsilar, kirishkilar, asli kolbasa ham yaxshi emas. Kolbasa ham qayta ishlab chiqarilgan mahsulot. Pripravasi ko'p, tarkibida mana internetlarda ham ko'rsatyapti. Endi kam, yo'q deb bo'lmaydi. Kolbasalarda yaxshilari ham bordir, lekin o'ta kam. Arzonga olinadi, ichlari yaxshi emas. Keyin uni hidi bilan ta'mi baribir jalb qiladi bolalarni. Bitta yegandan keyin yegisi keladi, luboy yo'lini qiladi, sizga o'zini yerga otadi, yig'laydi. Keyin endi shu ko'nsa bo'ldi deb, keyin safarga shuni talabiga qarab shu jag' o'tsin deb olib beramiz, to'g'risi. Ichimliklar, hamma ichimliklar. Masalan, men o'zim o'ylayman, hamma siz zo'r degan nimalar ham ichimliklarda ham yarmi ximikat. Masalan, bitta olmani blenderdan chiqardingiz, tabiiy sok qildingiz, xolodilnikka qo'ydingiz, hech narsa qo'shmadi, shakar ham 3 kunda ko'panak bosadi, ayniydi. Endi o'sha soklar oddiy o'sha nima deydi, kartonda. Hamma magazin uni shunday kartonda turadi, xolodilnikda ham turmaydi. Kerak bo'lsa ko'chaga olib chiqib qo'yishadi, quyoshda turadi. O'shanda ham tarkibi o'zgarmaydi. Yarmi dorida krasitillari bor, rang, hid beruvchi, ta'm beruvchi, o'sha mevani ta'mini beruvchilar narsalar bor. O'shaning uchun asli tabiiyga o'xshaydi, tabiiy emas. Mahsulot saqlash muddatini uzaytirib beradi. Ximikatlar qo'shiladi. Ximikat qo'shilmasa uzoq turmaydi u, tez ayniydi. Masalan, oddiy anaqalar qarasangiz ham, yogurtlar ham tabiiyga o'xshaydi, lekin xolodilnikda qo'yilmasdan tashqariga olib chiqib qo'ysangiz, 3 kunda ayniydi ular ham. Olsangiz ham hidi o'zgaradi-da. Mana yosh oilalar hozir bolasi isitma chiqsa yoki nimadir bo'lsa, birinchi tibbiy yordam ko'rsatishni bilmaydi. Qanaqa holatda doktorga olib borish kerak, qanaqa holatda uy sharoitida davolanish kerak, misol. Shular haqida ma'lumot berib o'ting. Endi ko'proq bolalarda birinchi kasalliklar boshlanish isitma bo'ladi ko'proq. Gripp bo'lsa ham isitma chiqaradi, yo'talib qolsa ham isitma chiqaradi. Isitma tushirishni menimcha hamma onalar bilishi kerak. Uyda yosh bolasi bor onalar har doim parasetamol tabletka, parasetamol svecha turish kerak. Endi isitmani ham turi bor. Masalan, yengil isitma chiqayotgan bo'lsa, o'sha svecha qo'yish kerak, tanasini dog' suvda, iliq suvda artish kerak, tushirish kerak. Isitma tushirishga harakat qilsa ham isitma tushmasa, bolani holati o'zi bitta qaraganda habitus degan narsa borda, inqillash bor masalan, ko'karyapti, bola bezovta, ko'zi aylang-jalang masalan, o'zi bunday qaraganda yoqmayapti bolani holati, albatta olib chiqish kerak. Uyda saqlab o'tirish kerak emas. Kichkina bola tez o'zgarib qoladi. Kichkina bola masalan 7-8 yoshdan keyin bolalar aytadi, "Voy belim og'riyapti, boshim og'riyapti, ko'nglim ayniyapti, yo'talyapman" deb ayta oladi, lekin kichkina bolalarni nima bo'layotganini bila olmaymiz. Uyda olib o'tirish ham asli xavfli. Ko'ngli xotirjam emasmi? Birinchi yordam ko'rsatib ko'rdimi? O'shanda ham bolada o'zgarish yo'q yoki rangi yaxshi emas, ba'zilar ko'karib ketadi, isitma baland bo'lsa qo'l-oyog'i muzlab ketadi. Endi nimasi ko'p? Belgilari ko'p, lekin ona ko'ngli xotirjam emasmi, olib chiqish kerak. Hozir bularni aytib o'tganim ko'p yosh onalarda aytyapman, yangi birinchi farzandi, ikkinchi farzandi bor oilalarda. Shularga foydali bo'ladigan 5 ta narsani aytaylik. Foydali bo'ladigan. Endi onalarga, mana yangi oila qurgan onalarga aytaman, birinchi o'rinda parvarish. Hamma kasalga aytaman. Bola qachon kasal bo'ladi? Qarov bo'lmasa, masalan, yalang'och chiqib ketib qoldi hovliga, ozgina muddat qaramay qoldi yoki usti yuqa. U eshikdan bu eshikka yugurib o'tadi. Bolalarda gigiyena haqida tushunchasi yo'q. Hamma narsa og'ziga solib ko'radi. Birinchi qo'lni so'radi, yurishni boshlaganda shu o'yinchoqlar og'ziga soladi. Birinchi o'rinda parvarish, tozalik. Qo'lini yuvish kerak, o'yinchoqlarni yuvish kerak. Yuqa kiyinsa, masalan, tellab qoldi, darrov kiyimni almashtirish kerak. Masalan, qish payti tellab turibdi, biziklar sirazi hovliga olib chiqib birovga masalan bola ko'tarib. O'shanda ham bola nima qoladi, baribir issiq bo'lib shamollab qoladi. Birinchi o'rinda parvarish. Kiyintirish, uyda masalan haroratini to'g'ri ushlash kerak, namlik, harorat degan narsalar bor. Issiq qilmaslik kerak, yaxshi qarash kerak. Mana og'iz og'rib stomat tutib keladi, hammasi ifloslikdan. Nimani bo'lsa og'ziga soladi,
ishim ko'p deydi, qarashga vaqtim yo'q deydi, haqiqatdan ham deydi, kerak bo'lsa eshikdagi oyoq kiyimlarni ham og'ziga solib o'tiradi deydi, o'yinchoqlar soladi deydi. Birinchi o'rinda parvarish. Keyin qo'shimcha ovqatlarda ham etaplari bor. Masalan 3-4 oylik bolaga yog' berishadi, qo'y yog'i berishadi masalan. Keyin banan berishadi. Banan shirin narsa, tomoqda oladi. Yoki bo'lmasa bola 3-4 oylik o'tirdi, masalan bola qarayapti, onasiga qarab tursa ovqat berishadi masalan. 3-4 oylik bola qo'shimcha ovqatni hazm qila olmaydi baribir. Ularning oshqozoni hali moslashmagan. Shuning uchun faqat 6 oydan keyin qo'shimcha ovqat deyilgan. U ham talabga qarab. Ona suti yetarli bo'lsa, sut bilan boqsa bo'ladi. 6 oydan keyin ko'p onalar shu sutiga yetmay qolsa qo'shimcha ovqatga ruxsat berilgan. U ham damashni iloji boricha qozonda uyimizda bo'lgan, bo'lmasam hozir mana manni kasha qilib bersa bo'ladi. Nestlening oyga moslashgan bo'tqalari bor. Yoshiga qarab, talabga qarab, bo'ktirmasdan, gigiyena rioya qilgan holda berish kerak. Keyin 1 yoshdan o'tgandan keyin mana ko'pchilik bog'chaga beryapti bolalarni. Ishchi anaqa, nima deydi, ishga chiqib ketadiganlar. Bog'chada ham menimcha baribir onalarga qarov bo'lmaydi. Shu o'rtada qanaqa ovqat bo'lsa berishadi, oshqozoni buzilib keladi. Bolalar kichkina bo'lsa ham ularda ham o'zining xohishlari bo'ladi. Masalan, ba'zilar suyuq ovqatni yaxshi ko'radi, ba'zilar quyuqni yaxshi ko'radi. Mevani ham o'sha yoshiga qarab berib turish kerak. Endi keyingi savolim, ko'pchilik mana doktorlarga murojaat qilishadi, pediatr bolalar shifokoriga. Har xil shifokor bor. Guruch kirmaysiz bo'lmaydi deganlaridek, endi mutaxassis bo'lmagan yoki o'zining sohasida hali natijaga erishmagan deylik, nimadir noto'g'ri qilishi mumkin bo'lgan doktorlar ham bor-da, to'g'rimi? Shularda misol mutaxassis yoki mutaxassis emasligini qanday ajratsa bo'ladi? Oddiy u ona tarafdan deylik. Siz birinchi mashina haydasangiz ham baribir yo'l qoidalarni buzasiz. Bilmagan narsalar oddiy mashina haydasangiz ham. Ishga kirsangiz ham baribir oddiy chevara masalan bitta kiyim tikib ko'radi. Men o'zini xatosini bilsa ham masalan, keyin safar bunday qilishim kerak deb o'zini xatosini sekin anglaydi. Endi menimcha xatoliklar ko'proq yangi o'sha doktorlardan chiqadi meni fikrimcha. Qancha ko'p ishlagan sari, tajriba ortgan sari, ko'nikma hosil bo'lgan sari keyin odamda tajriba bo'ladi, to'g'risi. Biz ham ishga kelganda ko'p narsani bilmaganmiz, aldash keragi yo'q. Kitob boshqacha, hayot boshqacha. Masalan, men bir kunda 50 ta kasal ko'rdim. Hammasi yo'talgan. Endi bronxit, pnevmoniya yo'talgan. 50 xil lecheniya yozib beraman. Chunki individual degan narsa bor. Ba'zilar allergiyasi bor, ba'zilar kichkina, hali umuman antibiotik olmagan yoki hamma antibiotik qilib ko'rgan, lecheniya yaxshi tomonga o'zgarmayapti. O'shaning uchun tajriba boshqa ekan. Kitobda boshqacha yoziladi. Bronxit masalan, o'pkaga o'tsa u yoziladi, o'rikada unaqa emas ekan. Ishlasangiz hayot davomida tajribada o'zi ko'p narsa o'rganar ekansiz. Lekin endi men ham yoshim katta, ko'p ishlamaganman, lekin shunaqa yangi shifokorlarga bitta haligi taklifda o'zi tushunmayaptimi? Masalan, aqli yetmayaptimi? Haqiqatan ham boshqaga jo'natish kerak. Yolg'onga. Men masalan o'zim davolayman, haqiqatan yaxshi tomon o'zgarmayaptimi? Nimadirlari bor. Qo'shimchaga o'sha shaharlarga, teparoq joylarga jo'nataman. Gumonim bor, lecheniya qilyapman, lekin nimadir baribir yaxshi tomon o'zgarmayapti. Chunki bolalar gapira olmaydi-yu, boshqa kasalliklar ham bo'lishi mumkin. Hamroh kasallik hisobiga o'zgarmayotgan bo'lishi mumkin. O'shanda qo'rqish kerak emas, so'rash uyatli emas, kattaroqlardan so'rab ko'rish kerak, maslahat qilish kerak, internetga kirib ko'rish kerak, boshqa ko'p ishlaganlardan bir ko'rsatib tajriba almashish kerak, uni ziyoni yo'q. Chunki hozir kasalliklar turi ko'payib ketgan, to'g'risi. Hali mana tibbiyotda yangiliklar, mana har doim yangilik bor. Dori bo'yicha ham, kasallik bo'yicha ham yangiliklar ko'p. O'shaning uchun bir yilda bizni ham kam 2-3 martadan o'qitishadi. Ixtiyoriy majburiy o'qishga borib o'qib kelamiz. Yangiliklar, yangi preparatlar, o'sha davolashning yangi usullari. Chunki kasallik ko'paydi-da, aniqlangan kasalliklar biz ham o'rganib kelamiz. Men mana 10 yil o'qiganman, shunchalik ishlaganman demaymiz. Kerak bo'lsa shu pensiyaga chiqqanlarim borib o'qib keladi. Tajribasi endi lecheniya yozib bergandan keyin bolada yaxshi tomonga o'zgarish bo'lsa, shu shifokorning to'g'ri tavsiyasi bo'ladi. Yaxshi tomonga o'zgarmasa,
Dori-darmonlar bilan hozirgi dori-darmonlar bilan tabiiy usulda davolash usullari bor. Kimdir kimgadir tavsiya qiladi, ota-bobolarimiz qilgandir, boshqa qarindoshim aytuvdi deydi. Shu narsalar qaytarishda to'g'ri, qaysilarini qilish kerak, qaysilarini qilmaslik kerak. Masalan, siz oldingizga keladi, shu uy sharoiti usullari qilib ko'rgan, lekin minusga ketgan bo'lishi mumkin. Shunaqa Bunaqalar juda ko'p. Bunaqalar juda ko'p. Masalan, siz bolangizga bitta dori preparat oldingiz. Masalan, yo'talgami, endi masalan grippgami, sizga yaxshi ta'sir qildi. Biz o'zbeklar ko'proq maslahat so'raydi. Aptekaga ham kiradida, bolam cho'tay turadi, dori bering, gripp bo'lib qol, dori bering, qurti bor, dori bering deydi. Endi aptekachilarda yomonlashmas, ular sotuvchi. Sotuvchi. Biz tajribada ko'p kasal ko'ramiz baribir. Masalan, bitta dori ichkizib ko'rdik, bitta ikkitada o'zi sezamiz. Bu preparat haqiqatan yaxshi ekan yoki bu yaxshi emas ekan deb o'zi bitta fikr bo'ladi o'zi sizga. O'sha to'rtta kasalni ko'rgandan keyin aptekachi ko'rmaydi. Bilmaydi, u berib yuboradi dorini, keyin u kasal qanaqa tomonga o'zgardi, ta'sir qildimi, qilmadimi, farqi yo'q. Keyin men aptekachilardan ko'p xafa bo'laman. O'zlaricha tavsiya berishadi. Lekin biz qilgan ishimizga har doim javob beramiz. U dunyoda ham, bu dunyoda ham javob beramiz. Noto'g'ri qilsak, kasal bizga pretenziya bildiradi, qaytib keladi. Siz dori yozib berdingiz, masalan, allergiya berib toshma toshdi, tomog'ini olib qoldi, yaxshi tomonga o'zgarmadi deb bizga pretenziya qiladi. Lekin aptekaga hech qaysi pretenziya qilmaydi. Shu aptekaga maslahat olib ketgan ota-onalar asli to'g'ri ish qilmaydi. Endi qarang, siz aytganda, siz masalan chiqasizda meni bolam o'tgan safar yo'talib qoluvdi, shunda yaxshi bo'ldi deysiz. U balki bolaning allergiyasi bor o'sha preparatlarga. Yoki yoshi mos kelmas, sizni doringiz, siz tavsiya qilgan doringiz o'ta shirindir, tomog'ini olib qolar, to'g'rimi? Hech ham kichkina bolani ko'proq maslahatli qilish kerak. Katta odamlarga hech narsa qilmaydi. Hamma orgazm har xil. Ko'proq hozir internetlardan dori olib ichkizishyapti. Men ko'p ichadi, Amerikada shunaqa dori bor ekan, immunitetni oshirar ekan, kalsiysi zo'r ekan, semirtirar ekan deydi. Endi iqlimni bolasi har xil. Masalan, bizda yo'l yetishmovchiligi ko'p. To'g'risi, temir yetishmovchiligi ham ko'p. Iqlimimiz o'ta quruq, allergiya birinchi o'rinda. Hozir mana bitta shamol bo'lib, terak uchsa ham, allergiya. Bolalarimiz raz yo'talib keladi, to'g'risi. Keyin nima desa bo'ladi? O'sha chet davlatlarimiz, masalan, dengiz bo'yidagilar ko'proq namli hudud, ular yo'talmaydi. To'g'risi. Bizda endi haligi meva-cheva ham dehqonchilik, cho'tarlar ham ko'proq bo'ladi. O'shancha bilmadim deyman, to'g'risi. Ichayam deb aytmayman, ichmayam deb maslahat bermayman. Endi Turkiyadan keldi, Amerikadan keldi, hozir hamma qandoshroq Koreyadan keldi, olib kelib berishdi deydi. Endi ular tarkibi bizni menimcha iqlimga to'g'ri kelmaydi. Men aytmoqchi bo'lgan narsa xalq tabobat usulida deydi-yu. O'zimizni nimanidir qaynatib, nimadir qilishlar. Yo'q, kichkina bolaga unaqa umuman tavsiya qilmayman. To'g'risi, ichayotganga haligi anorni postini qaynatib ichib, qusib keladi hammasi. To'g'risi. Keyin ular ko'proq kattalarga. Kattalar o'zlaridan kelib chiqib, oldingilarda immuniteti ko'proq yaxshi bo'lgan. To'g'risi, oldingilar qanday baquvvatroq bo'lgan-a? Biz avlod, masalan, mening bolalarim ham ko'p kasal bo'ladi. Bizga nisbatan bular immuniteti sal pastroq, qandaydir. Yaxshi o'sha kiyinsa ham, o'sha fast food yemasa ham, hozir iqlim qandaydir ko'proq allergiyaga moyil deyman-da. Endi o't preparatlari kichkina bolalarga to'g'ri kelmaydi. Haligi nima deydi? Ichi o'tsa ataylab nima qilib berishadi? Dumba yog' berib ko'rishadi, 5 bitar cho'tib keladi. Yo'talganga quvvat bo'ladi deb tuxum berib ko'rishadi. Tuxum ham allergiya, naborot yo'talni kuchaytiradi. Ishtahasi yo'qda mandarin berib ko'rishadi, u ham yo'talni kuchaytiradi. Kichkina bolaga unaqa xalq tabobati bizga sal uzoqroq. Keyin kichkina bolalarda eti yuqa bo'ladi. Yog' bilan dumba yog' surib ko'rishadi. Naborot teyillab yo'talni kuchayib ketadi. Kichkina bolaga xalq tabobati menimcha meni tajribamda to'g'ri kelmaydi. Mening tajribamda, yana boshqalarni bilmadim. Hech ham tavsiya, o'tli dorilar simboli. Hozir mana tibbiyot, farmatsevtikada o'tli dori ko'payib ketdi. Hammasi yaxshi emas. Qo'shimcha 100% dori bunaqa bilan. U kichkina bolalarga bad deymiz biz. O'sha palon bariga, piston o'tidan bolalarga to'g'ri kelmaydi. Ko'proq ichini o'tkazib allergiya narsa toshiradi. Antibiotiklar mavzusida gaplashsak, antibiotiklar shamollashga oddiy hol bo'lib qolgan, o'zi nomidan bilinib turibdi antibiotik. Biotik omillarni o'ldiradi degan ma'no bildiradi, to'g'rimi?
Bular qay darajada zararli yoki qachon ishlatish kerak, qachon ishlatmaslik kerak? Eng dolzarb mavzu desa ham bo'laveradi. Antibiotiklar haqida gap menimcha hech qachon ancha gapirsam tugamaydi. Lekin individual degan narsa bor. Antibiotiksiz yaxshi bo'lmaydigan bolalar bor-da. Endi masalan 6 oygacha bo'lgan bolalar o'ta nima deydi, immuniteti past bo'ladi o'zi kitobida ham. Masalan, yo'talib qoldi, antibiotik ichkizmasak haqiqatan yaxshi bo'lmaydi-da. Boshqa yo'li yo'q. Ularga endi kuchli ovqatlar berib bo'lmaydi. Masalan, grippni parashoklarni ichkizib bo'lmaydi. Baribir antibiotikka iloji murojaat qilamiz. Individual kasal savol beradi, masalan, ampitsilin haqiqatan vaqtida olyapti, kerakli miqdorda yoki mana statsionar больницада yotibdi, 4 mahaldan olyapti, lekin yaxshi tomonga o'zgarmayapti. U ham individual degan narsa bor-da. Masalan, kimgadir o'sha antibiotik ampitsilin zo'r ta'sir qiladi, kimgadir umuman ta'sir qilmaydi. O'shaning uchun antibiotikni turi ko'p. Sefalosporinlar mana asosan ko'proq ishlatiladi, turi ko'p. Individual yondashiladi. Yaxshi tomonga o'zgarmasa iloji kuchliga o'tiladi. Lekin kichkina bolalar o'sha o'pkasiga o'tib qolsa, yo'talsa, istimalasa antibiotiksiz chiqarish juda qiyin. Endi holatga qarab degan narsa bor. Oddiy shamollash bo'lsa, gripp bo'lsa, o'sha virusli preparatlarni ichib ketsa bo'ladi. Svechalari bor, tomchilari bor, tabletkalari bor. Lekin haqiqatan shamollaganlarni endi antibiotiksiz chiqarish qiyin. Chunki ularning immuniteti past. Ular kuchayadiki, orqaga qaytib ketmaydi baribir. Iloji ishlatamiz. Endi internetga kirsangiz unisi unday ekan, ceftriaksonlardan odamlar o'lyapti ekan, masalan, nojo'ya ta'siri bor ekan. Endi holatga qarab ishlab chiqariladi, lekin hamma antibiotiklarda ziyon tomoni bor. Ziyon tomoni bor. Bitta dizbakterioz qilib ichdi buzmaydi, lekin bitta foydali biz o'qitganda 4 ta nojo'ya ta'siri bor degan. Endi holatga qarab ehtiyotkorlik bilan pala-partish bo'lmagan holda antibiotik ishlatish kerak. Qimmat dorilar doim yordam beradimi? Doim qimmat dorilar olish kerakmi yosh bolalarga yoki kattalarga? Nimaga siz qimmat dorilar tavsiya qilmaysiz? Men ko'rsam, retseptlaringizda ko'rganman. Aptekaga kirib hamma pulni tashlab chiqadigan dori yozmaysizda, oddiy tilda aytganda. Buni sababi nimada? Endi aytdim-ku, hamma preparatlarni hozir endi to'g'risi ko'proq nimaga aptekaga yuguramiz, to'g'risida. Nechta aptekasi bo'lsa ham, bunday qarasangiz hamma aptekaning savdosi bor-da. Endi bundan ko'rinib turibdiki, ishlab chiqarish ko'payib ketadi. Bitta tarkibli, masalan, ampitsilin tarkibli bo'lishi mumkin yoki tarkibi ceftriakson, lekin bir 10 ta, 15 ta nomli bor. Ishlab chiqarish har xil. Masalan, Rossiyadan keladi, chetdan keladi. Ular ozgina qimmatroq bo'ladi o'sha kirish hisobiga. Lekin o'sha oddiy tarkibli o'sha oddiy dorilar arzonroq bo'ladi. Qancha uzoqroqdan kelsa, qancha qo'shimcha qo'shilsa, qimmatlashib ketaveradi. Hozir endi ishlab chiqarishlar juda ko'payib ketgan. Hisobi yo'q. Payti kelsa, kasal mash preparat desa, o'ylanib qolamanda, keyin telefondan qilishadi, so'rashadi. Tarkibini o'qing deyman. O'sha katta ismni tagida yozilgan bo'ladi. Deyman, asosiy tarkib o'xshaydi. Ha, shunaqa ekan deyman. Chunki hozir dori turi o'ta ko'p. Aptekachi ham payti kelsa, menimcha eslab qolmaydi, shu qarab turib topib oladi. O'ta ko'p turlari. Endi xalq tushuntayin ham o'ylash kerak. To'g'risi. O'rniga alternativni bersa bo'ladi. Bo'ladi. O'sha bir xil tarkibli, arzonmi, qimmatmi ta'siri bo'lsa, bir xil bo'lsa, o'sha arzon dori menimcha yaxshiroq. Manfaatli suhbat bo'lganligi uchun sizga katta rahmat. Siz bu yerda masalan yarim soat biz bilan suhbat qilgan bo'lishingiz mumkin, lekin bu suhbatimiz YouTube orqali minglab, millionlab odamlarga foydasi tegadigan intervyu bo'ladi, xudo xolasa. Agar savollar bo'lsa, kommentariyada yozishadi. Shularga vaqtingiz bo'lganda bir oyda bir bo'lsa ham javob berib tursangiz xursand bo'lamiz aka. Yosh oilalarga juda ham foydali suhbat bo'ldi deb hisoblayman. Sizga vaqtingizni ajratganingiz uchun katta rahmat. Sizga ham rahmat.